Zaryadligimiz DeWalt DSB 107 modeli. Shurpayortniki. Amerikadan olib kelingan. Hozir zaryad olganini ko'rishingiz mumkin, ishladi. Mana bizda chiroq yonib o'chayotgani, zaryad olyapti degani. Agar yonib qolsa zaryad to'lgani, ikkita chiroq birdaniga yonib o'tsa, u qizib ketganini bildiradi. Mana hozir kirish 120 volt 60 Hz da ishlaydigan zaryadnik Amerikadan olib kelingan. Shuni 220 volt tarmoqda ishlatishimiz kerak. Odatda transformatordan foydalaniladi. 220 ga 120 voltli maxsus yoki laterdan foydalanish mumkin. Biz esa buni perdelka yo'lini ko'rib chiqdik va sinab ko'rdik, o'xshadi. Hamkasbimiz Saidilla aka bilan. Ya'ni 200 voltga 22 mikrofarad o'rniga 450 voltga 100 mikrofaradli kondensator almashtirdik va saqlagich predixantil o'rniga termistor payka qildik. U yerda oyog'ini chiqarib, kompyuter blok tanasini yechib oldik uni. Mana DSS SD9 markali termorezistor. Istalgan kuygan kompyuter blok tanasini olish mumkin. Предохранитель saqlagichga ketma-ket ulanadi. Ya'ni bu bizda plavni nasishini olishga, kondensator zaryad olishini va sxemamizni ishlash davrini uzaytirishga foydasi tegadi. Ikkita kondensator olib tashlab, o'rniga mana shu bitta kondensator qo'ydik va bizda o'z sxema ishladi, effekt berdi. Ya'ni bu sxema bizda transformator olib 220 ga 120 atalib o'tib turishi mumkin. 300 ming, 400 ming balki qimmatroqdir. Mana bu hozirgi qo'yilgan zapchastlar umumiy bahosi 20 ming so'mga ham bormaydi. Natija yomon emas. Ishlatib sinab ko'rdik, qizib ketmayapti, ishlayapti. Odatiy o'zini 120 volt 60 Hz chastota ishlaganday, mana hozir 220 volt 50 Hz chastota ishladi. Endi bu yerda demak qo'yadigan bo'lsak, 450 voltdan kuchlanish bo'lishi kerak. 400 voltdan kam bo'lmasligi kerak. Kondensator sxema esa imkon qadar 47-68 mikrofarad, imkon qadar 68 dan 100 mikrofaradgacha qo'ysa yaxshi. Effekt berishini ko'rdik. O'zini vilkasi yo'qligi uchun, aniqroq vilkasi bor. Perxadnik topolmaganimiz sabab sim ulab sinab ko'rdik, effekt berdi. Qisqasi shunday perdelka qilsa bo'ladi. Oson va arzon variant. Faqatgina mana shu maxsus markada DSB 107 markasida litiy-ion akkumulyator zaryadlash uchun moslashgan shu zaryadnikda. Boshqalarning maslahat bermaymiz, chunki ularning kontrollerlari bunday kuchlanishga ishlashga mo'ljallanmagan bo'lishi mumkin.